Assalomu alaykum aytullo o'z YouTube kanalining hurmatli kuzatuvchilari. Bugun Xudo xolasa Qumtepa bozoriga yetib kelganmiz. Sizlar uchun shunaqa oshxona uchun ugaluylar, oshxona mebellar narxlarini birma-bir tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Akamiz o'zini chiqarmaymiz, birma-bir narxlarni aytib o'tamiz. O'sha boshidan boshlab kelaveraylik aka, bo'laveradimi? Xo'p, bo'ladi aka. Yuravering aka. Birinchi mashinadan boshlayveramiz aka. Qanaqa materialdan bo'lgan aka? Xo'p, aka. Hollari laminat. O'zimiz rossiyskiy laminatlardan. Bularni machalkalari qazaq qulli qara machalkalardan. Yumshoq bo'ladi bular. O'tirsa o'rni chiqib qolmaydigan yaxshilaridan. Razmerlari 2.40. 2.40. Kattalaridan bular 4 ta pufigi bor. 4 ta bo'lar ekanda, bular 2 ta bo'lmas ekana. 4 ta bular. 4 ta. Xo'p, aka bularni beradigan narximiz 2.400 mingdan beryapmiz. 2.400 mingdan. Undan ham kam bormi, telefon qilsa bo'ladigan? Xudo xolasa bo'ladigan tushib beramiz. Tushib berasiz yana. Zo'r. Xo'p, bunisi-chi? Bunisi ham bir xil. Bunisi ham bir xil aka. Narxlari, metrlari bir xil. Rangida farqi bor. Rangi, Rangida. Shaklida farqi bor jichi. Bunisi-chi? Bular ham shunaqa. Bir xil deganda hammasi. Bir xilda. Zo'r. Bunisi ham bir xil. Bunisi ham bir xil. Bu jichi kichikroq. Mana shuni aytaylik, necha razmeri? Xo'p, buniki 220. 20 sm kichkina bo'ladi. Puli 2 million qilib beryapmiz. 2 million qilib berasiz bunisini. 2 million qilib beryapmiz. Bunisi undan ham kichikroq ekanda. Bu ham kichikroq. Buni razmeri qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, bular 190 bo'lyapti. Kichkinaroq oilalarga. Kichikroq, Buni 1 million 700 ming qilib beryapmiz. 1 million 700 ming so'm. Ikkita pufi bo'ladi bularda. Ikkita pufi bo'ladi bunda. Kattalarida 4 ta bo'ladi. Kattalarda 4 ta bo'ladi. Ichkarida yuraveramiz. Oshxona qanaqalari bor? Xo'p, oshxona laminat, akril. Eng kichkinasi bo'lsa kerak aka. Bularimiz endi ko'rgazmaga. Ba'zida chiroylilari bor, olaverasiz. Bo'ldi. Bunisidan boshlaylik. Xo'p, bunisi akril. Salisinsa rossiyskiy. Qo'lda terilgan bas. Akril matviy bo'ladi bulari. Matviy. Qanaqadir chiroyli ekan bular. Matviy, haytikka o'xshagan matviy bo'ladi. Bag'iga sushilka qo'yiladi. Ochilishlari ham boshqacha ishlangan ekanda. Razmerlari qanaqa aka? Bu 2.40 aka. 2.40. Bo'yichi? Bo'yi 2,5 metrli joygacha 220 bo'ladi. Xo'p, ustida plafon chiroqlari bo'ladi. Mana bunga o'xshagan plafon chiroqlari bo'ladi, uстановka qilib beramiz. Qo'yib beriladi ulardan ham. Qo'yib beriladi. Buni narxini aytib qo'yaylik aka. Xo'p, buni 3 million 700 deyapmiz. Yo'lda qilib buni ham tushib beramiz. Orqasiga kafel yopishtirilgan, tayyor bular. Gazda zarar yetkazmaydigan kafel xudo xolasa. Zo'r. Bunisi qanaqa endi aka? Bularimiz 3 metrli. O'rtada gazi bor. Bu ham akril, zar deyiladi. Chiroqda yaltillaydi, o'zi yaltillab turibdi. Zo'r. Kamerada qanaqa ko'rinyapti endi bilmaymiz. Zo'r, lekin turishi chiroyli ekan. 3 metrli bular. 3 metr, kattaroq ekanda bular endi. Bular endi hozir joylari notekislik uchun ichka legirovkalari noto'g'ri turibdi. Uyga borganda chiroyli qilib beramiz. Bularni endi hop 4 million 700 ming qilib beramiz. 4 million 700 ming so'm, yo'lda qilib beramiz bularni. Bulardan orqasiga kafel yopishtirilgan, tayyor degan endi. Olib ishlatsa bo'ldi. Bunisi qanaqasi endi aka? Bularimiz ham akril mana. Salahalardan ishilib, bular glansli o'sha qo'ldizi chiqmaydigan, ayollarimiz artganda maza qilib ishlatadigan. Bularimiz ham 3 million 700 ming. 3 million 700 ming. 2.40 lik. Bularimiz ham u salafani bo'ladi, ustida shilib, emerald ishlatsa bo'laveradi. Bularning qanaqa tekstiliyat bo'ladimi? Salisinsalar rossiyskiy bo'ladi. O'zbekistonda emas, Qozog'istonda emas. Xudo xolasa xizmat qiladigan narsa. Bular qanaqa endi aka? Bularimiz akril. Bularimiz ham laminati toza rossiyskiy. Salisinsalar ham toza rossiyskiy. 180 lik bular. Zo'r. Bunisining narxini necha pul qilib berasizlar endi aka? Xo'p, bunisining narxini 1 million 900 qilib beryapmiz. 1 million 900. O'z tortib oladimi bular eshiklar ochiq? O'z tortib oladi, vakuumli. Davodchi deyiladimi shunaqa? Davodchiligi. Zo'r. Bularchi? Bularimiz 150. Bularimiz 1 million 700 qilib beramiz. 1 million 700 ming. Bular ham shunaqa davodchilik, hamma yo'g'i joyida, salisali. Zo'r. Bunisi rangi boshqacharoq ekan endi. Bu jicha boshqacharoq ishlangan, bu 180. Buni 2 million 200 qilib beryapmiz. Tushib beramiz buni ham yo'lda qilib, xudo xolasa. Hamma yo'g'i o'sha davodchilik, chiroyli ishlangan, MDF bo'ladi bularni. Zo'r. Tayyor ekanda, olib ishlatadi, lekin gazni uстановka qilmay, gazlari bo'lsa, o'sha tevada hozir yangi chiqqan gazlardan qo'yib beramiz. Balki pech tushadi, mikrovonovka, pech qo'yishaveradi. Hozir tayyor narsa ekan. Tayyor narsa. Olishadi, ishlatishadi bo'ldi. Bu tarafdagilarimiz qanaqa? Kichkina. Bularimiz 120 liklar, Bularimiz ham rossiyskiy stilda ishlangan. Salisinsalari hamma yo'g'i joyida, va uchga qo'yiladi, xudo xolasa. Endi qo'yyapti o'ding mana. Xo'p, bularda 1 million 200 mingdan qilib beryapmiz. 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 mingdan, xudo xolasa yo'lda qilib beramiz bularni.
Yana tushib beriladi telefon Tushib beriladi, qilsa, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa, oyatullo o'zidan oldim deyishsa, chiroyli qilib bersa. Dastavka qanaqa endi? Dastlabki Farg'ona ichlar. Farg'ona ishlasa beraverasiz. Vodiyga nechi pul atrofida yetib boradi bular endi o'rtacha? 300 ming, 400 mingga yetib boradimi? Ha, endi uni joyiga qarab o'zgaraveradi. Mashinaga qarab gaplashadi. Xudo xohlasa o'zgaraveradi. Shoplar ham endi har xil narx aytadi. 300 ming Andijon qo'qonlarga borishadi. Borishyapti. O'sha atrofda ketyapti. Ha. Endi telefon qilishadigan bo'lsa, har bittasiga qanaqa ketishini aytib beraverasiz. Xudo xohlasa gaplashib oladigan odam bo'lsa, Xudo xohlasa chiroyli qilib qo'yib berilaveradi. Manzilni ham bitta aytib bering endi, kelishadigan bo'lsa. Xo'p, manzil Qo'shtepa tumani. Aha. Qizilariq MFYda bo'lamiz. Xudo xohlasa Qumtepadagi o'sha bozorda plakatlarimiz bor. Aha. Zo'r. Aloqaga chiqinglar, akalarimiz Xudo xohlasa chiroyli qilib qo'yib berishadi. Oyatullo o'z kanalidan oldim sizlar, ya'ni chiroyli qilib skidkalarini, Xudo xohlasa dastavkalarini chiroyli narxlarda qilib berishadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha